O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 74-moddasiga binoan suvdan foydalanish va suv iste'moli qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik belgilangan. Moddaning birinchi qismiga ko'ra, tabiiy suv oqimlari, suv havzalari va boshqa tabiiy suv obyektlaridan olinadigan suvdan foydalanish va suv iste'moli qoidalarini buzish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravargacha miqdorda, mansabdor shaxslarga esa 5 baravardan 10 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ushbu moddaning ikkinchi qismida sun'iy suv oqimlari, suv havzalari hamda boshqa sun'iy suv obyektlaridan olinadigan suvdan foydalanish va suv iste'moli qoidalarini buzish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravardan 3 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa 5 baravardan 10 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Hurmatli fuqarolar, eslatib o'tamiz, qonunlarni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi.